Assalomu alaykum hammaga. Bugun Gentra olib qolganmiz. 2021-yil avtomat korobka. 85,000 kilometr yurgan. Salon holatlari yaxshi, cho'tki qaralgan. Qimmat chiqollar. 4 ta yangi balon. 2 ta 3 ta detalli kraskasi bor. Ya'ni egasi bilan gaplashib olasizlar. Mashinaning sasyanasi yaxshi holatda. Metan gazlari bor. 4-pokoleniya, tayinrovka ruxsati ham bor, 7 oy. Kim shunaqa Gentra qidirib yurgan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqa chiqsalaring, narxini kelishtirib, cho'tki qilib berishadi. Faqat bu mashina variantga sotiladi. Holati cho'tki. Motorni ko'rsatamiz hozir. Mashina ishonchli o'zimiz akaniki. Tayyorlanmagan, olib sotardik emas. Bemalol shu nomerlarga telefon qilsalaring, yaxshi narxlarda qilib berishadi. Mashinalar bo'lsa, kesalaring sotib beramiz. Manzilimiz 13 ta Sagilamlarning oldida.